Assalomu alaykum Xorazm Fasad obunaçıları. Bugün bize Shovotdamiz, O'zbekistonda yayınlayamiz. Elimiz Danagan, Shovot tumanini, Shovot xalqini san'atkori Shermatan uyindamiz. Xudo xolasa beri 200 kvadrat yaqin mal yetkazib berdik. Uylarni Oqqara Svetdan o'zlarimizda Trend universitetimizdan fasadni plitchalarimizni urib berdik. Bu yerdan o'zlarimizni Ro'shana o'zlarimiz ustamiz urib berdilar. Shermatani o'zlarini chaqiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Ay rahmat, yaxshi keldingizlar. Fasadni plitchamizni tavsiya etasizmi? Nechik ko'nglingiz? Yoqdimi? Ava, ajoyib. Uyingiz avval nechikadi? Hayklaymadı, samallaymadı, nechik? Haklay bo'lib turadi, shkatulka bo'lib turadi. Haklay bo'lib turadi. Ava, endi masalan buni qilgandan keyin baribir katta o'zgarish bo'lib ketdi. Baribir umuman buni farqi bo'ladi. Ava, endi masalan Dilshodjon katta rahmat. Ana Urganchdan shu yerda o'zlari qatnab ekiblarni shu toshlarni hammasini ekiblarni plita bo'lsin, arg'inagara bo'lsa hammasi qildilar. Ko'p narlarga bordim. Masalan, shu Xorazm territoriyasida shu fasadchi desa chiqib turgan siyxlar bo'lsa, ko'pisine bordim. Bilganlarimga, eshitganlarimga bordim. Ularga qaraganda buni sifati baribir yaxshi ekan. Qalinligidan bor, sifatidan gap bor. Ajoyib. Shu Ro'shanbek ukamiz boshchiligida, Ro'shanbek keling. Ro'sananing o'zlari ham shudalar. Uni hamma taniydi Shovotda. Eng yaxshi usta. Ava, Ro'sanam ko'pincha bizlarni ko'pchiliklarni chiqaradilar. Ava. Professional desak bo'ladi. Ava. Benim fasadni plitchalarini yonboshlarini Dubai chetlar, pastlarni ham Dubai so'qillardan chiqarib berdik. O'zi podrashivga maldan chiqardi. Uyingiz bilsangiz Xorazm xalqi sho'rdan qiynaladi. Sho'rachadi. Sho'rachib tozani urdirgan narsalar do'kilib yotadi. O'zingiz ham bilasiz, to'g'rimi Ro'shana? Bizning fasadni plitchamiz orasida 10 cm, 5 cm ochiqligi bo'lgani uchun umuman rekasi tushirmaydi. Bilsangiz, agar bu tushirib ketsa, shifrni teyindagi rekalar ham tushirib ketgan bo'ladi. Arasında havo aylangani uchun umuman chiriydi, uning gap so'zlar yo'q. Ko'pincha kommentariyalarga giramiz, tushiriydi, bir narsa bosadi. Masalan, hozir ham biza urganimizda 4 yil bo'lgan joylarim bor. Sho'ra borib ham ko'rsatamiz, xudo xolasa umuman hech gap so'z bo'lmadi. Chip-chipstin bizdan rozilar. Bargan uylarimiz hammasi bizdan rozi. Videoda ko'rsatib boramiz o'zlaringizdan birgalaringizni. Shunday deb qilsa hamma rozi bo'ladi baribir. Ava, gap yo'q. Buni xudo xolasa endi yomg'ir yog'ami, boshqa narsa yog'ami, shu dosh yog'masa bo'ldi. Yo'q, xudo. Suvni sabab yo'averasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. To'ylar nasib etsin. Rahmat. Ko'rganlaringizning fasadni plitchalarimizni 15 yil garantiyasini beramiz. Do'kilib qolmasligini, sho'r ochmasligini, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol bizlarga murojaat etaverasizlar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Baribir sifatini, narsasiga gap yo'q ekan. Ko'rdik, bizlar ham ko'rdik hammasini.